C Sharp doğrusundaki dersimiz emeller. Programma tilda asosliq bir hukm, ya'ni amal mashg'uloti matematikadagi qo'shilish, ko'paytirish, bo'lish deganga o'xshash. Yana kelib programma laylashda bu amallarning turi va ishlash doirasi sal keng. Biz bu amallarga asosan sonliq ma'lumotlarga nisbatan mashg'ulot olib boramiz. C Sharp tildagi amallarning turlari birisi arifmetikalik amallar. Yani biz matematik derslerimizde öğrenip ötken kuş, eliş, köpeytiş, bölüş degenge o'xshash amallar. Yana birisi munosabat amalları. Uningdan keyin logikalik amallar. Uningdan keyin bit amallari va qimmat berish amallari. Biz bu amallarni bir qator ko'rib o'taylik. Bunun ichida biz bit amallarni bu yerda so'zlamaymiz, chunki bu sonliq ma'lumot qurilmasiga munosabatli amal. Bu hozirgi programma tuzash o'rganishimizga nisbatan, darsimizga nisbatan sal murakkablab ketadi, ishkallab ketadi. Shunga odatda biz ko'p ishlaydigan arifmetikalik amallar, munosabat amallar va logikalik amallarni tafsiliy ko'rib o'tamiz. Arifmetikalik amallar deganimiz shu matematikda o'rganib o'tgan amallar, shu qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish deganga o'xshash. Buni C Sharp'da ifodalash shakli ba'zi amallarninki burun biz matematikada o'rganib o'tgan amallarni sal farq qiladi. Qo'shish, elish o'xshash. Ko'paytirishni yulduz belgisi bilan ifodalaymiz. Bo'lish amalini o'ng yon to'siq bilan ifodalaymiz. Ondan qoldiq, yana bu yerdagi qoldiq deganimiz biz ma'lum bir sonni bölüngüçini ma'lum bir bölgüçüge bölgenden keyin kelib chiqqan bölünme bütün son bo'lmay, uningdan ma'lum ishib qolgan qoldiqni ko'rsatadi. Masalan, 10 ni 3 ga bo'lsak, bu 3 ga to'liq bo'linib, uningdan keyin bir ishib qoldi, bu qoldiq qildi. Biz matematika darsida buni bevosita bo'lish amallarini hesaplaymiz. Programlash kelganda bu ayrim bir amal. Navoda bizga bir son bir bo'linmaninki qoldiq qilam lozim bo'lsa, biz shu qoldiq qilish amalini ishlatamiz. Ya'ni bu persen belgisi bilan ifodalanadi. Ikki sonni bo'lib, buningdan bir qoldiq chiqarishga ishlatamiz. Ondan birini qo'shish. Bu amaliyotda ma'lum bir songa faqat birini qo'shib berganga teng. Qo'shilgan bir deb yozmasaqmi, ikki dona qo'shni yozsak, shuningga tenglash keladi. İki dona elishni yozib ishlatsak, elingan bir degan ma'noni bildiradi. Biz buningki misolini ko'rib boqaylik. Yangidan bir project quraylik. Windows Form Application, yani üstel yüzü programması. Project kısım koyaylik. Operators. Saklaydigan o'rnimiz burun qurilishi. Ko'znakni qo'sh chekib kod yozish ko'znagini ochaylik. Biz arifmetikalik amallarni misol orqali ko'ramiz. Buning ishimiz oldi bilan ikki dona o'zgarguvchi miqdorini aniqlab olaylik. Birisi int a teng 10. Yana birisi int a teng 20. Int b. Kechiringlar, xato bo'lib qoldi. Ikki dona o'zgarguvchi miqdori aniqladik. Tipi ikkalasininki butun son tipliq, ya'ni integer. Qimmati a ning qimmati 20, b ning qimmati a ning qimmati 10, b ning qimmati 20. Endi biz bu yerda
e, netijeni aldığan yeni bir özgergüç miktarı iniqli olaydı. Int c teng 0 bo'lib tursin. Endi biz qush emilini ko'rayli. C'ning qimmati teng qo'shilgan b. Yani biz a'ning qimmati 10 t, b'ning 20, bu ikkisini qo'shsak 30. Demak, buningdan 30 degan natija chiqib, c degan o'zgargich miqdoriga birisi to'g'ri bo'ldi. Biz buning natijasini biz c'ning qimmatini, ya'ni a'ga b'ni qo'shgandagi natijani bu output ko'znikida ko'rsatmoqchi bo'lsak, bu quruq kodni yozamiz. Oldingi soatlik darslarimizda ko'rgan. Oldidagi bu qismi o'z peti chiqdi. Bizning qandaq amal bajarganligimizni ko'rish uchun buni yozib qo'ydim. Keyniga a'ga b'ni qo'shib, buning natijasini bu yerga ko'rsatib turdi yoki bu yerda qo'shib bo'lgan, shunga men c'ni bevosita yozsam bo'ldi. Bu c'ning qimmati butun son tipliq, biz buni string o'zgartib ko'rsatib turamiz. Chunki bu yerga chiqadigan tekst ko'rinadi. Butun son tipliq qimmatni tekst qimmatga o'zgartib chiqaramiz. ToString deganning ma'nosi shu. Ya'ni stringga aylantirish funksiyasi. Biz buni saqladik. Endi ijro qilib ko'raylik. Output ko'znikida ko'rindi. Ya'ni biz yozgan kod a qo'shilgan b deganimiz, b teng deganimiz o'z beti chiqdi. Buning keyingi qimmat bu c dan kelgan. Ya'ni c deganimiz a'ga b'ni qo'shgandan keyin kelib chiqqan natija. Ya'ni bu qo'sh amalning ishlatilishi. Endi biz davomli boshqa amallarni ko'raylik. C teng a ilingan b. A'dan b'ni olamiz. Buning natijasi bu kodni ko'chirib ishlatay. Ko'chirdik. Bu yerga chopladik. Buni o'zgartay. A'dan b'ni oldik. Teng qancha? C'ning qimmati. C'ning qimmati bu yerga keldi. Saqladik. Ijro qildik. Hozir men kompyuterga ikki ekran chetib ishlatyapman. Shuni bu ijro bo'lgandan keyin ko'znak asosiy ekranda chiqib boradi. Hozir men yo'tkab qo'yib qo'ydim. Lekin biz ko'makchi bo'lgan natija bu ko'znakda emas amaliyotda. Bu output ko'znikida. Ya'ni a'dan 1ni olsak -10 deydi. A'ning qimmati 10, b'ning 20, 10dan 20ni olsak -10. Ya'ni elishning natijasi. Endi ko'paytish. C'ning qimmati teng a'ga ko'paytimiz b'ni. Bu kodni Ctrl C bilan ko'chirib oldim. Ctrl V bilan chopladim. Bu amalni o'zgartimiz. A'ga b'ni ko'paytdik. Chiqqan natija C. A'ga
B'ni köpəysək 200. Yəni 10'a 20'ni köpəytdik, nəticəsi 200. Əmdə bölüş əməlini görüb baxaylı. C təң A'ni bölümüz B'ga. Bunu köçürüp aldım. Çapladım. A'ni B'ga bölümüz C'nin neticesini besip çıkaralım. A'ni B'ga bölsem 0. A'nın kıymeti 10, B'nin 20. Bu yerden ameliyatda 0 çıkmaydı. Bundaq çıxışının səbəbi biz bu yerdə iniqlığan özgərişçi miqdarla bütün san 10'nu 20'ye bölsək bununkinin kəsir çıxıdı, yəni 0.15. Bütün san kəsir sanını öz içine alanmağaçqa bunu 0 dep çıxırıb bərgən. Yəni birdən tövən bolğaçqa. Əmdə biz muşunaq əməllərini becərgən vaxtda çoxum kep çıxan nəticəni muşu özgərgücü miqdar alalamdı muşunun tipi bunu oylaşıp onun keyin özgərgücü miqdarının tipini işletişimiz gerek, bekitişimiz gerek. Mesela bununki hazır mən integer işletmey float yoki decimal işletsem bunun kıymeti 0.15 çıxıdı. Yoki bolmasa mən bu özgərgücü miqdarlarının tipini özgertmey bevasitə bu iki bölgücü bilen bölüngücünün ornunu almıştıray. B'ni bölümüz A'ga. Hem de neticesini görüp bakaylı. Ama aldıdaki xətni özgertmeptime. B bölüngen A. Əməliyyatı bu yerdeki tekist nim bolsa özü çıxıdı bu hesaplaş bilen münasebeti yok. B'ni A'ga bölsək 2, yani 20'ni 10'a böldük, neticesi 2. Biz matematikada köp işlediğen en asaslık 4 əməlini görüp ötdük. Hem de kaldıqını görüp ötəyli. C'nin kıymeti təң B bölüngen A. Hata kaldı. Biz kaldıq əməlini işletməkçi. Percent. Yani B'ni A'ga bölgendeki kaldıq qancha? B'ni A'ga bölgendeki kaldıq. Bu yerden çıkan netice 0. Çünkü 20'ni 10'a bölsek bütün bölünüdü. Bununki de kaldıq qalmaydı. Yani 0. Biz bunun kaldığını iniq görüş üçün sel özgertip bakaylı. B'nin kıymeti 20. Bunu biz 6'ya böleyli. 26'ya bütün bölünmeydi. Bununkini çoxum qaldıq kep çıxadı. Yani B'nin A'ga qaldığı tekstini özgertmeptimede 6. B'ninki 6'ya bölüngendeki qaldıq 2. Yani B'ni 6'ya bölsek 3'e bütün bölünüdü. 3 kere 6 18. Bununkini kep çıxıdan qaldıq 2. Yoki bo'lmasa men bu yerga yana bir butun son ishlatay. 21 21'nin 6'ga qaldıqı 3. Endi yana boshqa arifmetikalik amallardan programma tilida ishlatiladigan C təng
plus plus. Bu yerga men bevosita a'ning qiymatini chiqaray. A++ ning qiymati 11 deb chiqdi. Yani bu yerda demakchi a'ning asli qiymati 10. Buningkiga 1 qo'shildi. Yani bu yerdagi A++ deganning ma'nosi A teng A'ga 1ni qo'shib birimiz deganni bildiradi. Yani 10'ga 1ni qo'shib natijasi 11 oldu. Amaliyotda bu ikki kodninki qiymati o'xshash natijasi. Birini elish amalini buningkilar o'xshash. Masalan b minus minus Ctrl C ko'chirib oldim, Ctrl V chapladim. B minus minusning qiymati B. B'ning asli qiymati 20, 1 oldi 19. Bunun ma'nosi amaliyotda B teng B elingan 1 degan bilan teng. Yani bu kod bilan oldidagi bu kodning ma'nosi o'xshash. Natija o'xshash chiqadi. Arifmetik amallarni ko'rib bo'ldik. Endi davomliq boshqa amallarni ko'raylik. Münasebet emellari. Münasebet emelleri deganimiz biz odatda programma tuzish jarayonida o'xshamagan sonliq ma'lumotlarni o'zaro selishtirishga ehtiyoj qilamiz. Tengmi, teng emasmi, cho'ngmi, kichikmi deganga o'xshash. Ikki yoki undan ortiq miqdorlarni selishtirishga ehtiyojimiz tushadi. Amaliyotda nihoyatda ko'p sonliq miqdorlarni selishtirgan vaqtda buni ozlatib ikki dona sonliq miqdorni selishtirish holatiga tushagili bo'ldi. Yani bir-birlab selishtirish orqali nihoyat ko'p sonliq miqdorlarni selishtirib chiqa olamiz. Bu yerdagi munosabat amallar deganimiz shu selishtirishga ishlanadigan amallar. Bu programmalarni eng ko'p ishlatiladigan yeri keyingi darslarimizda so'zlaydigan shart jumlasida eng ko'p ishlatiladi. Bu yerdagi munosabat amallari ba'zilari matematikadagi amallarga o'xshaydi, ba'zisi sal farq qiladi. Masalan, tenglik. Biz odatda matematikada tenglikni bir dona teng belgisini qo'yib ishlatamiz. Amaliyotda programmada bu tenglikning qimmat urish ma'nosini bog'lag'achqa selishtirgan vaqtda tenglik belgisini ikki dona teng belgisini ishlatamiz. Ondan teng emas degan belgi odatda matematikada tenglik belgisinin ustiga bir yontusiq silib ishlatamiz. Programmada olsa undash belgisi bilan birga ishlatamiz. Kichiklik, cho'nglik belgisi o'xshash. Kichik yoki teng, cho'ng yoki teng belgisini tenglik belgisi bilan birga qo'shib ishlatamiz. Bunun misollarini ko'rsak, bu selishtirishda odatda selishtirish natijasiningki to'g'ri yoki xatolikdan iborat ikki dona natijalar chiqadi. Yani true false. Masalan, bu yerda ikki dona o'zgaruvchi miqdor berilgan. A teng 10, B teng 20. A bilan B tengmi? Teng emas. Buningkidan false degan natija chiqdi. A bilan B teng emas. Demak, bu ifoda to'g'ri. Shunga buningdan true, to'g'ri degan natija chiqdi. A B'dan kichik.
A10 B20 demek bu şartni qanoatlantirdi. Buningkidan true to'g'ri degan natija chiqdi. A B'dan cho'ng bu şartni qanoatlantirmadi, shunga false degan natija chiqdi. A B'dan kichik yoki teng bu şartni qanoatlantirdi, true degan natija chiqdi. A B'dan cho'ng yoki teng şartni qanoatlantirmadi, shunga false degan natija chiqdi. Biz bu misolni kodning ichida ko'rib boqaylik. Biz burun ishlatgan arifmetiklik amallarning misolini mashqini izohatga aylantirib qo'yib turaylik. Bunda bo'lgan vaqtda bu ijro bo'lmaydi. Bizning keyingi natijalarimiz bevosita ijro bo'lsin. Bu yerda bo'lgan A, B, C bu qiymatlar o'z bir tutsin. Biz natijani bevosita output ko'znikiga, ya'ni chiqarish ko'znikiga chiqaraylik. Oldi bilan ko'radiganimiz tanglik. A tang B. Yani biz A bilan B'nin qiymatini bilamiz. A10 B20. Biz buni bu yerda tangmo dedik. Buning natijasini programma o'zi hisoblab chiqarib bersin. False. Ben bir qo'sh chekit qo'yib o'tay. A tang B. Bu shartni qanoatlantirmaydi. Bu ikki son teng emas. Shunga buningdan false degan natija chiqdi. Bu kodni ko'chirolay. Chopladim. Biz teng emas degan belgini yozaylik. A B'ga teng emas. Buningdan chiqadigan natija true. Yani A10 B20 bu ikki son teng emas. Bu ifodamiz to'g'ri, shunga true degan natija chiqdi. Endi cho'ng kichiklik. A B'dan kichik. Yani bu yerda bu qo'sh tirnoq ichiga yozganimiz uchun bevosita besib chiqadi. Buning keyindagi bu ifodaning natijasi hisoblanib chiqadi. A B'dan kichik. True, yani to'g'ri. A B'dan cho'ng. Buning natijasi muqarrarki false deb chiqadi. Endi A tang yoki kichik B'dan. Bu yerda bir xatolik ko'rildi. Kichik yoki tang. Ikkisini o'rnini almashtirib qo'yibdi mana. A tang B'ga yoki B'dan kichik A. A B'dan kichik yoki tang. Yani A B'dan kichik yoki tang bo'lganda true. Shartni qanoatlantirdi. Endi A cho'ng yoki tang B'dan.
tang belgisi keyin yozildi. A cho'ng yoki bidin. A cho'ng yoki tang bidin. Yani bundan chiqqan natija false degan natija chiqdi. Logikalik amallar. Bu yerdagi logikalik amallar true false iborat ikkala miqdorga mashg'ulot olib boradi. Bu yerda 3 tane logikalik amal var. Birisi bilen, yana birisi yoki, yana birisi inkar. Bunun C# tildagi ifodalanish shakli bilen deganda bu inglizchadagi bu and degan belgilarni ishlatamiz. Yoki deganga ikki dona tik siziq, inkarga undash belgisini ishlatamiz. Endi bu amallardan kelib chiqadigan natija. Yani bu yerde ikki dona o'zgaruvchi miqdor berildi. A'ning qimmati true, B'ning qimmati false. A bilen B bunundan kelib chiqadigan natija false. Yani bilen amalida bunundan false deb natija chiqadi. Yani bununki ikkinchisi true bo'lgan vaqtda true degan natija chiqadi. Qolgan birisi false bo'lsa bunundan false degan natija chiqadi. Yoki amalini ishlatgan vaqtimizda ikki dona miqdorininki qolgan biri true bo'lsa bunundan true degan natija chiqadi. Navada ikkinchisi false bo'lsa bunundan false degan natija chiqadi. Endi bu inkar amali bu odatda aslidagi qimmatni aksiga ham o'raydi. True bo'lsa false, false bo'lsa true. Bunga biz misol ko'rib boqaylik. Aslidagi kodni cheklab qolib turaylik. Yani izohatga aylantiryaptik, ijro olmaydi. Hemen ikki dona o'zgaruvchi miqdori aniqlay. Boolean x bilen y bo'lsin. X tang true, boolean y tang false. Yani ikki dona o'zgaruvchi miqdor aniqlab oldik. Bunun tipi boolean tiplaq, yani rost yolg'on ikkala qimmat ola oladigan tip. Bunun ikkisiga o'xshamaydigan ikki dona qimmatni berdik. Endi buni logikalik amallar bo'yicha hisoblab boqaylik. X bilen y x bilen y buni bir qo'shik bilan natijasini ayirib qo'yaylik. Ijro qildik. Buningdan kelib chiqqan natija false. Yani x bilan y ning qimmati, yani bu hisoblangandan keyingi qimmat false. Yana bilan amalda har ikkala qimmat true bo'lgan vaqtda true chiqadi. Qolgan biri false bo'lsa, buningdan false degan natija chiqadi. Endi yoki degan amalni ko'rib boqaylik. Yoki x yoki y. Buningdan kelib chiqqan natija true. Yana ikki qimmatning qolgan biri true bo'lsa, buningdan true degan natija chiqadi. Har ikkalasi false bo'lsa, false degan natija chiqadi. Üçüncü bir amal inkar. Bu inkar ameli
Qalduq quyildi. Bu keyindeki qimmatni aksiga o'raydi. True bo'lsa false, false bo'lsa true. Buningdan chiqadigan natijani biz bilamiz. True degan natija chiqadi. Buni inkor qilib false'ga o'zgartish kerak. Ya'ni kelib chiqqan natija false. Buningki inkor shaklini yana bir ko'rib boqaylik. Masalan, bu yerga y degan qimmatni ham inkorga aylantiraylik. Ijro qildik. Natijasi y-ninki, ya'ni y ning asl qimmati false. Bu inkor qilib true ga o'zgartdi. Amallarning davomini ko'raylik. Qimmat berish amallari. Bu yerdagi qimmat berish amallari yoki qimmat berish mashg'uloti to'g'ridek bir qancha xil. Bevosita qimmat bergan vaqtimizda tanglik belgisini ishlatamiz. Tanglik belgisining o'ng tarafdagi qimmatni sol tarafdagi o'zgarish miqdoriga beradi. Endi qo'shilgan qimmat berish shakli. Bu xil shaklda qo'shish bilan tangni birlashtiramiz. Oldida qo'shish, keyinda tanglik belgisi. Bu belgining qimmati tanglikning keyiniga berilgan sonni aslidagi o'zgaruvchi miqdoriga qo'shib, ondan yana shu o'zgaruvchi miqdorga qimmat qilib beradi. Bu elishning o'xshash. Tanglikning o'ng tarafdagi qimmatni sol tarafdagi o'zgaruvchi miqdoriga qo'shib, yana o'ziga beradi. Ko'paytirish belgisi shu. Ko'paytib natijani qimmat qilib beradi. Bo'lish belgisi bo'lib natijani qimmat qilib beradi. Qalduq qimmat bir shaklda qalduqni o'zgaruvchi miqdoriga qimmat qilib beradi. Buning misollarini ko'rsak, masalan C ning asl qimmati 5. Bu yerga biz bevosita qimmat bir shaklda qimmat bersak, C ga bevosita saqlaydi. Bu 5 yo'qolib ketdi. C qo'shilgan tang A desak, A ning qimmati 10, C ning aslidagi qimmati 5. Demak, C ga oldi bilan 10 ni qo'shadi, undan keyin yana C ga qimmat beradi. Shuning bilan C ning aslidagi qimmati 5 yo'qaydi. O'rniga bu ikkisining yig'indisi 15 beriladi. Amaliyotda bu C qo'shilgan tang A degan bu ifoda bu yerdagi C tang C qo'shilgan A degan ifoda bilan tanglash. Elishmi o'xshash. Buninkida C ning aslidagi qimmati 5, buningdan 10 ni oldi, minus 5 qoldi. Buni C ga qimmat qilib berdi. Ko'paytirish amali shundoq. C ga 10 ni ko'paytdi. Uningdan keyin buni C ga yana qimmat qilib berdi. Bu ifoda bilan ma'nosi o'xshash. Bo'lish amalida yana o'xshash. C ni A ga bo'ldi. 5 ni 10 ga bo'lsak 0.5. Uningdan keyin qimmatini yana C ga berdi. Buning bilan teng kuchlik. Qalduqni olib qolgan vaqtda C ni A ga bo'lib, uningdan keyin kelib chiqqan qalduqni yana C ning o'ziga berdi. Bu yerdagi 5 C ning aslidagi qimmati emas. 5 ni 10 ga bo'lgan vaqtda buninkidan butun bo'linmaydi. Yana bo'lgich son bo'lingichidan cho'ng. Shuning bu yerdan 5 ning o'zi qalduqlab qolib qoldi. Bu qalduqni yana C ga berdi. Buninkiga misol ko'rsak, C ning qimmati
A'nın kıymeti de A koşulgan ten B. Biz bu çıkırış cümlesini köçür olaylı. A koşulgan ten B. Bu yerde A'nın kıymetini bir vasıta çıkaraylı. Bu yerde tırnak belgesini yazmasak mı buldu? Biz buraya bir qo'sh chigit bilan ayırıp qo'yaylik ya. Qo'shib chiqib qolibdi. Biz A'nın B'nin kıymetini bilamiz. A'nın kıymeti 10, B'nin kıymeti 20. Bu yerda hozir bu yerga chiqqan natija A'nın kıymeti. A'nın aslidagi kıymeti 10'ga, B'nin kıymeti 20 qo'shilib, bundan keyin yana A'ga qiymat bo'lib berildi. Endi biz boshqa amallarni ishlasakmi o'xshash. A e'lingan teng B. A ko'paytirilgan teng B. A bölüngen çoğunu aldığı yazaylı. B bölüngen teng A. B'nin kaldığı teng A. Bunun may köründüğün ismini özgerteyli. Kuş eliş. Köpeytiş. Bu ikisini orne almıştı. B bölüngen teng A. Bu yerde biz B'nin kıymetini besip çıkarımız. Bu yerde B'nin kaldığı teng A. Bu yerde mi B'nin kıymetini çıkarımız. Neticesini görüp bakaylı. A koşulgan B neticesini gördük. A elingan teng B teng 10. A'nın kıymeti 10. B'nin kıymeti 20. Bu yerde A'den yani 10'dan 20 aldı. Minus 10. Bunu A'ga kıymet verdi. Bu yerde hatalık var. Hatalık yok gene. Bu yerde A'nın kıymeti 10 emas. A'nın kıymeti 30'ga özgürüp buldu. 30'dan 20'ni algandan keyin 10 chiqdi. 10'ni A'nın kıymetiga verdi. Bu yerde A'nın kıymeti yani qaytadan 10 oldu. Programımızda hatalık yok. Uningdan keyin A ko'paytirilgan teng B. A'nın kıymeti bu yerde 10 olgan. Bununkiga B'nin kıymeti 20'ni köpəytib berdik 200 A'ga berildi. Hazır A'nın kıymeti 200. Bu yerde B'ni A'ga bölsek B'nin kıymeti 20, A'nın kıymeti 200. 20'ni 200 bulduk. Bu yerde bütün san bolğaçqa yani 0 çıkıptı. Çoğun kiçikni almashtırıp ötüptük.
Qoldiqninkimi o'xshash. Biz buning natijasini texmi aniq ko'rish uchun buni aslidagi peta olaylik. B A B A B A B. Bu yana A'ning qiymatini chiqaramiz. Ijro natijasini ko'raylik. Bu yerda A'ning qiymati 200 bo'ldi. 200 ni 20 ga bo'ldik. Natija 10, A'ga 10 qilib berildi. Endi A'ning qiymati yani 10, B 20, 10 ni 20 ga bo'lgan vaqtda bu butun bo'linmaydi, hammasi qoldiq bo'lib ketadi. Yani buning qiymati 10. Shuning bilan C Sharp'dagi amallar to'g'risidagi mazmunlar o'sha yerda tugadi. Biz bu yerda arifmetikalik amallar, qimmat berish amallari, logikalik amallar, munosabat amallarini ko'rib o'tdik. Bu darsimiz o'sha yerda tugadi.